Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugünkü satışa chiqqan joyimiz görüp turganlaringizning Daritalni eldinda bo'ladi. Daritalni yanımız Urdu Universitet bo'ladi. Sho'rimizda 3 xonali 94 kvadrat Euro remont toza domimizda satışa chiqdi. Joyimiz kredit asosida sotiladi. Bu yanımıza keladigan bo'lsa hurmatli yurtdoshlar, Park Dekkan bozor bo'ladi. Bu yanımız esa Dekkan Market Ray Center bozor bo'ladi. Bu yerimiz Darital Urdu Universitet. Dumzo'r joyimizning ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Ketdik hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, 5-qavatımıza yetib keldik. Görüp turganlaringizning shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklarimiz demir eshik rossiyskiy. Bismillahirrohmanirrohim deb xonadonimizga kiramiz. Yerimiz görüp turganlaringizning keng tushgan, baland hurmatli yurtdoshlar. Ajoyib zo'r etib remont etganlar. Remontini yaxshigina pul ketgan. Oyoq telarimiz hamma yeri polniy tipli pol bo'ladi. Joyimiz 94 kvadrat metr bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, euro remont etib zatilgan. Girgenimizde yine rakamnasi bu aynaları bu. Joyimiz baland pishgan karvishdan solingan bo'ladi joyimiz. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli yurtdoshlar, 3 xonali 94 kvadrat metr bo'ladi yine. Joyimiz ajoyib. Yine sizlar ko'p so'rab yuradingizda, katta kvadratli joy kerak deb. Berimizda rakamlar, berimiz eshiklarimiz yaxshi, sifatli, orijinal eshiklar bo'ladi yine. Kilitlar ham bor. Görüp turganlaringizning joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu yanımıza keladigan bo'lsa kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimizdan bir xonadin uzunlik ham uzun ketganini görüp tursalar, balandlik ham baland. Remontdan ham umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib etib remont etib qo'yibdilar. Görüp turganlaringizni berimizda balkonimiz bor, dvig konturli kotyollarimiz qo'yilgan, jaluzi perdeler, yine ajoyib kuxni mebelleri ham yaxshi sifatli kuxni mebellerden qo'yibdilar. Ajoyib etib remontdan chiqarib qo'yibdilar. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli yurtdoshlar, yine kuxnimiz keng va baland va uzun tushgan. Bu yerda svet, gaz, suv hamma narsa bor. Shahrimizning qalq markazi, yine berimizda Urdu Universitet, Daritalni qalq elda bo'ladi. Dumzo'r joyda joylashgan, hamma yeri yaqin bo'ladi. Bu yanımıza keladigan bo'lsak, berimizda yine bir xonasi, berimizda ulu tushgan, keng kichkina emas, yine görüp turganlaringizning ajoyib bo'lib tushgan. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Remontdan ham, kenglikini ham, balandligini ham zo'r. Yine hamma yeri tipli pol joyimizning. Issiqqina bo'lib turibdi joyimiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu mestada ajoyib zo'r joy. Bu yanımız zalımız bo'ladi. Zalimizga o'zingiz baho berasizlar, sababi zalimiz ham keng tushgan, kichkina emas. Ayak telerimiz aytib o'tgandek, laminat pol issiqqina bo'lib turadi. Remontini alohida baho berasizlar o'zlaringiz. Hurmatli yurtdoshlar, yine zo'r etib, ajoyib etib remont etib qo'yibdilar. Ayak telerimiz laminat pol. Oq aynalari ajoyibundan qo'yilgan, 2 ayna tushgan. Hurmatli yurtdoshlar, joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib joyda yine. Dım katta hovli joying, zali dine, zali dumunla yine. Bemalol ajoyib etib tashkil etib o'tirmoqqa zo'r. Joyimiz balandlik ham baland, hurmatli yurtdoshlar, kichkina emas. 3 xonali euro remont yine. Berim zalam ullu tushgan. Berimiz sanuzeli bo'ladi. Sanuzelimiz ham yine görüp turganlaringizni oyoq telari kafir, ida patolokadan kafir qilingan. Hamma yer tipli pol aytib o'tganimizdek. Koko firmasining unitazlari qo'yilgan. Yine ajoyib, bundan yaxshisidan. Berimizga keladigan bo'lsa, hurmatli yurtdoshlar, berimizda ham katta bir xonasi, ullu mehmonxona degan bo'ladi, boshqa deyarli remontini yine görüp tursizlar. Ajoyib etib etilgan. Tipli pol aytib o'tganimizdek ajoyib. Yine ajoyib etib aboylarning yaxshisidan zo'rini urib qo'yibdilar. Hamma narsasi tayyor bo'lgani kelib turib, döşəbərib, yaşabarib kerak. Ajoyib. Hurmatli yurtdoshlar, joyimizning narxina keladigan bo'lsak, joyimizning narxi $52.000. Joyimiz zudlik bilan sotiladi. Bir narsani aytib o'taman, hurmatli yurtdoshlar, bu joyimizni kredit asosida sotib olishingiz mumkin. Ya'ni necha kredit desangizda, birlamchi kredit asosida joyimiz sotiladi. Birlamchi kredit. Hurmatli yurtdoshlar, birlamchi kredit asosida joyimiz sotiladi. Esa hurmatli yurtdoshlar, shundan joy so'rab birgan donish berishlariga tashakkur qo'yinglar. Narxini aytdik $52.000 deb. Joyimiz kredit asosida ham sotiladi. Ya'ni birlamchi 17% kredit asosida ham sotiladi joyimiz, hurmatli yurtdoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mestasi Daritalni elde, Urdu Universitet. Dim zo'r joyda joylashgan. Sog' bo'linglar, hurmatli yurtdoshlar.